uzr Feruz, to'xtatib qo'ydim. Bunaqa narsa aytaman, qarang. Birinchi navbatda sebizlikni sabablari haqida gaplashayotganimizda, boya garmonni tekshirishdan ham qaytdim-ku. Bemorimga tushuntiraman. Birinchisi tibbiy, ikkinchisi hozir Feruz aytdi, ijtimoiy, uchinchisi oilaviy sabab ota yoki ona bozorga tushganda nimalar sotib oladi. Men ko'pincha aytaman, shunday olib og'zingizga solib yuborgan narsani olmang. Iloji bo'lsa tayyorlashga majbur bo'ling. Bu ham yordam beradi. Chunki hozirgi o'sha mana bu snack deydi, snacklar juda yomon, siz aytgandek ovqat emas, lekin snack juda katta nima berib qo'yadi, kaloriya berib qo'yadi. Qaysisi sezmaysiz uni. Uchinchisi oilaviy, keyingisi oxirgisi psixologik. Qiziq tarafi tibbiyning roli juda kichkina. Eng kattasi ijtimoiy, keyin kattasi oilaviy, keyin kattasi psixologik. Qiziq taraf bular ketma-ketligi bor. Bizda ijtimoiyat bilan oila sistemimizni hosil qiladi, psixologiyangizni hosil qiladi. Keyin bizda yana bitta yomon qattiq stigma paydo bo'ldi. Ehtimol bu o'sha Feruz Vohidov aytib o'tgan marketingga ham sabab bo'lishi mumkin. Bizda odamlar ongida ochlik, baxtsizlik, to'qlik, baxt degan nima paydo bo'lib qolgan, assotsiatsiya paydo bo'lib qolgan. Masalan, shu o'tirishda meni qornim och. O'zimni baxtsiz his qilmayapman. Qornim to'ygandan keyin hozirgidan 5 barobar baxtli bo'lib ketmayman. Demak, biza ovqatlanishdagi qorin ochlik va to'qlikni yoki yana gap borki, bizda ovqat yemasam quvvatim kamayib ketyapti degan. Bu ham juda katta o'zini aldash. Nega desangiz, inson tanasida ovqatda qoningiz ochganda biroz quvvatingiz kamayib turadi-da, qanaqadir muddatdan keyin sekin yana nima qiladi, quvvat qaytarib joyiga olib chiqib oladi. Bizda uni otini glukoneogenez deydi, glukoneogenez boshlanadi. Insonlar o'sha joyigacha nima qilishmaydi? Chidashmaydi. Voy, meni quvvatim ketib qoldi, bir narsa yeb olay deyishadi. Yomon taraf o'shani yemay turganda sekin nimaga o'tardi? Glukoneogenezga o'tardi. Ochlik, baxtsizlik, to'qlik, baxt bu ham katta yomon miyadagi stigma. Keyin mana buni tushunmaslik. Bizda tibbiy ko'proq deb o'ylaydi, ijtimoiy, oilaviy va psixologik qanaqasini qismini kam deb o'ylashadi. Keyin undan tashqari kechiktirilgan anaqani konsepsiyasini tushunishmaydi. Bu konsepsiya psixologiyada ham, bizda dinda ham bor, ruhiy tarbiyada ham bor. Kechiktirilgan rohat degan narsa bor. Kechiktirilgan rohat degan nima degani desangiz, deyarli hamma buyuk ishlarda qilgan odam o'sha ish qilayotgan vaqtdagi rohatini nima qilgan? Tark etgan.